oddiy sho'pirlar, vulkanizatorchilar. Mana shu teshuvni ham biz hozir jgut bilan ursak bo'lardi. Bu uskunaning nomi bartarashiritel. O'sha bortlarni kengaytirib turib, buni bemalol yamasa bo'ladi, latka qo'ysa bo'ladi, buni tozalasa bo'ladi. Mana hozir. Naq turib bu pnevmatik holatda ishlaydi, mana ko'rdingizmi? Bor mashinka, mana yaxshisidan mana. Bizda ham bor demaysiz, bor mashinkalardan mana sotuvda. Buni ichida reduktori bor. Balonni qizdirmasa zo'r chaqna beradi, o'ziga yana ko'rasiz. Men toshlarimni mana bu anaqa orqali bemalol almashtiradi, har xil. Buni qurgan holati mana shunaqa qurish kerak bo'ladi. Maxsus o'zimizning lot latkalarimizdan foydalanamiz. Bu ancha ishonchimizni oqladi. Xudo xolisa bu latkalarni ham yo'lga qo'yamiz endi. Mana shu lot latkalar. Rezinalari ancha biz yirtiq yamoqlarni yamayotganimizdan ancha ishonchimizni oqlayapti. Men maxsus rolik bilan o'rtasidan chiqarib o'rtasidan boshlab ketdi. Va tayyor bo'ldi mana. Tayyor bo'ldi. Endi qaranglar-da mana hurmatli shu kuzatuvchilarimiz, o'sha avtoservis obunachilari yoki oddiy sho'pirlar, vulkanizatorchilar. Mana shu teshuvni ham biz hozir jgut bilan ursak bo'lardi. O'sha jgut bilan urgandan keyin balonga zarari bor. Trosiga tushib qolish nimasi bor, xavfi bor. Endi buni hozir biz mana kichkina latka bilan yamadik, xalotni mana qoyatda zo'r bo'ladi. Xudo xolasa balonga ham zarar yetkazmaydi. Ancha xizmat qilib beradi.